Uyat bo'lsa ham aytaman ko'rsatuvi. İlk mehmonimiz Nasriddinov G'ulom. Instagramda ijod qiladi. Ha, bu kishi menimcha Vayner. Qayerdan bildingiz? Chunki siz tanimaysiz. Yo'q, ko'rganman. Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Cho'chimen G'ulom degan trend bo'lgan, ha? Cho'chimen. Qarang, trend bo'lgan. Yo'q, trend bo'lganmi? Nima deysiz? Cho'chimen G'ulom. Kim eshitgan Cho'chimen G'ulom? Auditoriyani trend bo'lganmidi? Sraz istoriya savollar bo'lmaydigan bo'lsa, istoriyaga o'tsak Voqea bo'ladimi? nima haqida? Boshida. Nechinchi yil? Qaysi kuni? Yo'qchilik payti. Yo'qchilik kecha. Yo'qchilik kech. Ha, значит 2016 dan oldingi davrlar, aha. Mana bitta Qaranglar, kadrda birga bo'lib qolmaylik. Sizlar bunaqa hazillarga reaksiya bildirib, meni vaziyatimni og'irlashtirasizlar. yoki Islom aka yo'q qo'yapsizlar. Ну это просто удобство uchun. Da, o'zi bitta siyosiy xatolik bo'ladi yo'q qo'ysa o'zi. Mana shunaqa hazillar tegib ketmaydi sizga? Yo'q, Da, nimani? yo'q. Tovon haqida hazil qildi-yu boya. A, tovon tegib ketishi mumkin. Ha, tovon tegishi tezroq va osonroq. Xo'p, yo'qchilik payti. Maktab paytida. 2000 nechinchi yil bo'ladi? Yilini esimda shu. No, maktab O'ziga yarasha. 5-sinflar atrofida. Bilim ham o'ziga yarasha. Nechinchi sinf? 5-sinf. 5-sinf. 13 yosh bo'ladi. Ha, Nechinchi yil tug'ilgan? Bilish uchun so'rashimiz kerak. Michael Jackson o'sha paytda oq tanlimidi, qora tanlimidi? Biz shunga qarab ish Yo, o'zi qilamiz. tirikmidi? Oq. Demak 2000 dan keyin bu yoqlar. Xo'p, 2000 nechinchi yillari 5-sinfsiz Maktab maktabdasiz. paytida. Endi yo'qchilik payti. Yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini. Hozir G'ulomni yiqitganmi yo'qmi bilib olamiz. Marhamat. Yo'qchilik payti. Qanchalik yo'qchilik edi? Anchalik edi. Shu tema aytaman, rosa yo'qchilik deb Qarang, o'ylaysiz. patinka kremni ko'rsangiz nonga surtib yeygingiz kelganmi yo'qmi? Shunaqa. Shu normal yo'qchilik. Rosa yo'qchilikmidi? Ha, normal Mana yo'qchilik. saunni hidlab ko'r, tarvuzlik ekan. Chimchi bilan non yegan paytlaringiz deyapti-da. Ya, u tug'ilgan kunda. Mayopka. Chimchi ham bo'lmagan, просто suvga botirib berishgan nonni. Ariqdagi suv. Yo'qchilik. 12 yosh bo'ladi, to'g'rimi? 5-sinf. Necha yoshdan chiqqansiz maktabga? 6-sinfdan maktabga chiqqanman. Izrasi 5 ga qaytdim. Men orqaga. Bizda shunaqa bir alifbo bayram shu bilan bitirardik maktabni. Sizlar boshlovringlar, men keyin boraman 6-sinfdan. Hammani qiziqtirayotgan bitta savol. Alifbeda qaysi harf bo'lgansiz? Nega? M? M. B. B? Uyda ikkinchi-ku harf bu. Значит, chiroyli qizlardan bittasi bu bilan valsga tushgan demak. B bo'lsa. Ha. Ma. Sizlar shunaqa baholaysizlarmi? Chiroyli qiz bilan raqs. Ya, Chiroyli qizlar millatdan avvalga anaqa. Alifbeda ilk Maktab. harflari qo'yilardi ularga. Agar G bo'lsang, shu urdi xudoda, o'zingizsanmi? Men просто shay bo'lganman o'rtog'im bilan. Ha, qizlar qolmagan. Nima qilyapmiz o'zi? Ya, shay emas u, nig. O'rtog'imga. Men negaga vashcha katta savollarim bor, uni. Negaga? Marhamat, nega? Shu narsani bilganmiz va bugun biz uni chaqirganmiz. Negani? Xo'sh, yo'qchilik payti G'ulom. Qiynalgan, ahvol og'ir. 5-sinf. 2 kishiga bitta sigaret. Ya, u payt chakilmasdi. 5-sinfda. Sovuq payt edi. Qish. Qish. Siz esa bitta kalishingiz bo'lgan. Yo'q. 4 kilometr piyoda borib, 4 kilometr piyoda qaytgansiz. Yo'q, 500 metr edi. 500 metr maktabda. O'shanda ham 6-sinfdan chiqqan. Seriyosni qabul qilmagan. Xo'p, bordingiz maktabga. Shim ichidan gamash kiyiladi-yu. Ha. Gamash bo'lmagan-da. Shimni ustidan shimchi. bo'lmaydi-yu. Shim bo'lgan. Shim ham yo'q edi, gamash ham yo'q edi, turib ketib o'rganman endi. Yo'qchilik payti bo'ladi-ku, yo'qchilik. Ha. Sovuq ko'cha. Aha. Amakim qiz bilan birga turardik hammamiz. Birla? Bitta uydami? Ha, bitta uyda. O'sha paytda nima bo'lib qolib ketgan sog'ligi. Hozir ham andaqa yechmasdan yurasiz. Ha, shunaqa. Tagida gamash ham bor. Ya, O'sha gamash o'sha payt kiygan, ha? Kiyaylik, yashayolmaz. Gamash. shu amakimning qizini gamashini kiyib ketganman. Yo'q, u gamash emas edi, u kaprol. Yo'q. Kaprol yupqa bo'ladi.
Men bitta qolib ketganman. Ha, shimni ichidan kim ko'rib o'tiribdi? Ha, ha, ha. Borganman. Qanaqa so'ragansan, xo'lam? Gamash. Shu kiyib ketganman bo'ldi. Da, unaqa Aytmasdan. qanaqa so'raysan aka? Gamash beribdi, kiyib ketgan. Просто ko'zini yumgan kiygan tamom. Ha. Lekin shu yopishib turardi, lasini bu. O'zi u lasina bo'lgan, xo'lam. O'zi g'ulomni o'ziniki bo'lgan. Sen shunaqa tushuntiryapsiz, Voqeani shu joyi yolg'on bo'ldi. Gamashni kiydingiz, tako yopishtiribdi. Endi Yopishtiribdi. tufligini ham kiysammikin? Ili kabluk kiyib yuborsammikin birato'la. Etigim ham yirtilibdi. Mana bu ko'ylagingni ham kiymaysanmi? Takoy. Yo'q, yo'q. Uzr. Ha. Bordim. O'sha kuni jismoniy egandi. Voy, barataga turgan. Poshnada. Boshida bo'lmagan, kalgotka. Sizlar maktabga borishdan oldin bir kundalikni ochib qaramagansanmi? Tak, men agar qiz bolaning kolgotkasini kiysam, men qarar edim. Nafsak suvchi bir haftalikni qarab qo'yardim. Yo'q bo'lsa agar. Mabodoga. Ya, o'sha dars Yo'qchilik kundaligi ham bo'lmagan. Xayriyat. To'g'ri, to'g'ri. U davrlar kundalik toshda yozilgan-ku. O'yib. Amallaganman. Yo'q. Amallaganman. Yo'q, молодец. Bu amallashma. O'zbekcha kinolarga o'xshadi. Endi qiziq joyda chiqitqir qiladi, уже kiyim kiyib. Qanday amalladingizlar? Mana shunisi qiziq. Shu, Siz prям uddalabsiz. shu yechayotganda shu Birga. bolalar razvodkada. Razvodga kirdinglar. Razvodga kirdik. Jismoniy tarbiya. Atmosfera. Majbursiz. Ko'rib qolganda bolalar. U ham orqasidan bilinar ekanda. Ko'rib qolgan. Tezkari kiyganman-da, orqasidan bilinar. Mamad kecha kiyilgan bo'lsa, U bilan mana qachon deyman-da. Mana men yergacha keladi. Ya, boshlar ulanadigan narsa. Mana bu yerda lentasi bor. sinfdoshlar ham g'ulom. Yo, to'g'ri-ku. Ya, sinfdoshlar aytgan, endi aytgan, "G'ulom, qanday bo'lsang shunday qabul qilaveramiz san, o'rtoq." Faqat Eng qizig'i jismoniyga ham kirmasdan oldin bilishganda, uni tushunyapsizmi? Mana bu joyga shortman. Mana bu yoqqa qorni yoptirdim, bilmadim. Yo'qchilik. Yo'qchilik mana bu yoqqacha-da. G'ulom futbolda qanday? Varata, нападение yo защита. U kiyim Zapas. bu narsa bo'ladi. Ne. Ya, u kiyim bilan zalda. Sinfda qanaqa odam bo'lgan demoqchiman. Ya, unaqa kiyim bilan faqat sudya bo'lish Ha, mumkin. futboldagi pozitsiyasiz. Защита. O'ynamagan защита. No. Ja, o'ynamagan. o'sha kuni tanlaysam yo g'ulomdimi? Shunaqa bo'lgan. Yo, защита. Chunki himoyachi burilmaydi. Kelib turishdan yaxshiroq-da, защита. Ha, защита. O'sha kuni g'ulomlar tomonga hujum kamroq bo'lgan. Yugurishga noqulay. Eli teskarisi. Qaymanga qarang. Xo'p. Xo'sh, razvodga Vot, kirdik. razvodga kirdingiz. Endi amallab shu tezkari shu orqasidan ko'rib qolishganda. Orqasida prinsessa Sofiyani rasmi bor, prям. Ya, u naqshlari boshqacha tikilar ekanmi, bilmadim. To'xtang, naqshlar. To'xtanglar, naqshlik bo'lsa u kolgotka emas. Qarang, da. Iplikni be'man naqshli dommi. Yo, qarang, bunday svetga qilsangiz ko'ringanmi svet naryodan? Ya, u qalinroq edi. Prям kiyishdan oldin shunaqa kiydi deb o'ylaysizmi? Svetga qarab. Yo, agar u naqshli bo'lsa, 100 talik-da. Naqshlik bo'lsa Choklari boshqacha edi, choklar. Ha. Ha, shunaqa deydi. Razdevalkani tasavvur qilib olaylik. Вот razdevalka, siz bilasiz, sizda bilish mumkin emas bo'lgan narsa bor-da, tushunyapsizmi? Bulardan yashirib, yechib, bir amallab kiyishingiz Bitta kerak-ku. yechib yuborib. Tez yechib kiyayotgan oyog'i ulanib qoladi-yu. Kiyolmay qoladi, suv cho'masmi? Bittalaringiz ko'p narsadan urdingiz, shunda bolalar qaradi. Ha, bolalar qaragan. Hattan oldi. G'ulamoy. Nima deb oqlab olish muhimda bu yerda hozir. Endi oqlashi yo'qchilik deysiz-da yoki. Yo'qchilik shu yo'lga kirib ketdi. Yo, nimaga yo'qchilik? Oilani boqish kerak. Yo'q. O'zim ham Navalniy bo'laman aytaylik. Ya, bu qaytanga borchilik-ku, qacha bu, bor-ku Gamash. Bor. Da, bir tomondan o'ylab qarasa, Atak, lekin ja unaqa uyatli narsa emas. Hammada bo'lgan. Kimda bo'lgan? Hammada bo'ladi. Misol uchun. No, birov uyatli.
Qutqarmoqchi edim. Qutqarmoqchi birga bo'lib qoldi, hozir sezinglarmi? Birga cho'kdi ana. Qaraman deb birga cho'kdi Farruh. Ha, demak Farruhda ham bo'lgan, hammada bo'lgan deb o'ylayman. Farruhda hozir ham bor. Endi Endi. yo'qchi. Ana yo'qchilikdan o'tganingizdan keyin baribir odatlar qolib ketadi-yu. Ya bu to'qlikka sho'xlik o'tdi. Ya ben endi tushundim ana jumlalarni. Yo'qchilik yiqitar yigit zo'ri deganni endi tushundim. O'tmishni unutmaslik uchun anaqa osib qo'yishadi-yu. Etikka, tug'ilganingizda eslaysiz o'tmishni. Shunaqa narsada. Uyimga kelsanglar, Agar bo'ying kichkina bo'lib boy bo'lib ketsang esla olmaysan. Rezina etikdan o'tib ketaverasanda. Xorga berilib ketasan. Istoriyaga qaytamiz. Siz ichkariga kirdingiz, sizni ko'rib qolishdi. Nechta bola ko'rdi? Ves sinf ko'rdimi? O'zi bittasi ko'rsam yetadi, hamma ketadi. Butun maktab biladi. Haligacha shu anaqa kiyib yurman mana. voy. Men lekin ko'rdim reально. Naqshlari ham bor. O'sha ko'rgan bola o'zi yaxshi, va? O'sha tasavvur Farruh. Qarang, mana bunaqasini oling, bu yaxshiroq. Mana bunaqasi. Oqini kiyibsiz. Ha. Kimniki? Bu oyog'im rangi. Ha. Ne, o'sha bitta kemaga tushib bo'linglar sizlarchi. Da. Xo'p, ko'rib qoldi. Endi tema bo'ladi, hamma shu. Tema Ha. bo'ldingizmi? Yo, tema bo'ldi deganda, endi iltimos qo'y, yetma u yoq bu yoq. Direktor degan nomingiz bor. Ha. Direktor ko'rmagan. Keyin iltimos chiqib keting yosh bolalarni razvalkasidan. Va siz вообще kimsiz? Iltimos, mo'ylovingizni olib keling. Har holda ayol kishisiz. Nimaga plashtasiz? Nima bunaqa dotili, anaqa nima hikoya, ja'naqa uyatli emas-da. Yo, shundan ham prosta qilib qo'yaman. Depoy непонятный situatsiyada shunaqa kulib qoldilar o'zi. Ha, qiziq chiqish kerak. Ko'rsatdi. Da, qiziq chiqib, juda qiziq. Ayniqsa siz kiyganingiz, agar hozir oxirida rostdan ham yetsiz o'sha turgan bo'lsa, вообще top. Olayara. Ko'rsatdi. Oxirida. Yanami? Yo, ko'rsatinglikmi, yo'qmi? Davay, istoriya. Menimcha men Qayerga to'xtadik? Voqea. Endi bolaga aytdim, qo'ylarim yo'q, eriyman dedim. Bittadan har bittaga olib kelib beraman takoy. Bir xil kiyib yuramiz. Eriyman senga ham. Zo'r ranglari bor. Opacham bitta edi, bitta olib kela olmayman-da, faqat o'zim kiyaman. Ular ko'rib qoldi, nima dedi ko'rib qolsa? Sirasi chaqirmi? Yo'q, 5-sinfda Qiziq bitta uyda turardik. Nechta bolalardan nechta, qizlar nechta, o'g'il bolalar nechta, katta ehtimollik bilan qizlar bir-biri bilan janjal qilganda u yerda. Men kolgotkam qani, nima kiyding? Kiyganim yo'q. Men kiyganim yo'q. Sen kiygansan bo'lmasa, uni o'g'lim. Dars o'tiribdi. Yo'q, o'chirdi, prosta. yo, ulam takoy eriyman. Siyman bor edi, uni kichkina edi, kiyamas. Kiyib ko'rdim bo'lmadi. Qashqacha keldi. 5-sinfda nimaga erish mumkin? Nima erish mumkin? Qanday erish mumkin 5-sinfda? Ya, bo'ladi-yu, pista, kola, mana shunaqa qilibdi. Kechasi yig'ilamiz, короче, ko'laga borib o'tiramiz dedi. Da. Kichkina narsa yo'q edi paytdagi. Hech kim so'ragani yo'q edi, siz aytmagancha. O'zi bilib mana shunaqa qaradilar-da. Ay. Bu qarash shunday lekin, shuni luboy odamga qarasa, "Ya, aka, ichkilik yo'q bizda." Yo'q, ichkilik yo'q. Ba'zida gaylar bu bilan reydga chiqadi 01ga. Shunda o'g'il bolalar ichida eng kattasida. U yoqdami? Ha, Shunaqa- akalar bo'lmagan, balkim akalarga maji. Balki akam bo'lganda u ham kiyib ketardi, men. Bosh so'qitardi. Akam kalgotgan men kiymoqchi edim. Bitta galbotga talash bo'lardi. Xo'p, bolalar ko'rib qoldi, ichkariga kirdi. O, g'ulom dedi, "Sen ko'rib qoldik endi, sen sharmandasan, maktabga ketamiz." Chiqib ketishdi, maktabga borib tarqatdi, aytdi hammasini. Tarqatmadi, men o'zi. Eriganlar-yu. Eriman dedi. Ha, kechasi yig'ildik endi 4-5 ta bola. Siz qani o'shaga majdasiz. O'shaga mash kiyib hali. Chunki boshqa yo'q baribir. Yo'q, opacham uyda o'tirdilar-yu. Keyin Polida o'tirdik. Sovuq. O'sha Balki pulga o'sha bolalar orasida ham kiygani bordir. Ha, prikol. yo'q, g'ulom. Erishga pul bor ekan-ku, bitta olinglar. Abi ko'la pista 10 ming bo'ladi. Mana ham matematika to'g'ri kelmayapti. Prosta. O'shani Balkim yo'qchilik da opasi ham shu yerda, nima deysiz? Opalar bilganmi? Bilganlar yo'q qo'yib qo'ygan deganlar-da. Yo'q, qo'yib qo'ygan. haqiqatda qanchalik erigansiz? Aytib bera olasizmi? Nimalar? Ayqona, 5 minglik pista. 5 minglik pista, Bo'ladi. kola. Kola nechi? qo'yardi. 8 ming. Ha. No, bu вообще tug'ilgan kun Inechik.
Necha kishiga aytgansiz aytmagin deb? Ves maktab. Bir kishiga yetmayin siz endi aytib qo'ysa 10 kishi bo'ladi-da. O'sha 4 kishini og'zini yopib, 4 kishini og'zini yopib, keyin 10 yildan keyin internetga yetib beraman degansiz. majbur Sizlar bo'lib aytmaydi. Sizlar hozir jim turinglar, o'zi vaqti keladi, men ko'tarilaman-ku. O'sha payt tamaga yetib beraman. Lekin bizaga ham bitta pista bilan kola olib bersang aytmaymiz biz ham. Da. Yo'q, bu yerda bu yarim tonna pista kerak bu yoqqa hozir. Shuncha Faqat odamni. sal aniq g'alati son bo'lib qoladi-da. Shu gamashni kiyuvdim, qarsaylar tugadi. Qayerda erdingiz ularga? bo'ladi. Maktab bo'lasi bor-da. Siz yana maktabda hal qilmoqchi bo'ldingiz bu problemani. O'sha yerda gap shotda qolish kerak-ku. Okey, bolalarni chaqirdingiz, semchkalarni oldingiz. Yedik, ichdik degani. Yedik, ichdik-gacha Yeb yo'q narsa. ichar zo'r. Chaqdinglar sizlar. Chaqdik ichdik deylik. Ha. Yeydigan narsa yo'q. Xullas bo'ldi-da. Chaqdik va ho'pladik. Xo'p, chaqirdingiz bolalarni, o'tirdinglar, to'rt burchak, dumaloq yoki quruq qildinglar. Quruq qildik. Короче, puli somonlik qurigan ekanda. Somonlik qurilgan. Kechasi bo'lyaptimi bu? Kechasi. Shu bolalar yoqdi-da anaqani somonni. Gamash bilan o'chirdim. Shimim bilan o'chiryapman. Yo'q, gamajni savol qilmasdim shu. Nimaga uyalasiz? Opamga gamajni qaytarmadim. Tipa polani yoqdik, o'chirdik, yo'q, prikol qildik-da. Shimi bilan qo'lim o'chiribdi. Yamash kiyib olgansa e'tibor berma, yo'naqman. Voy bu. Eridim o'zi. O'chirdik-da, keyin yana yoqdik. Ketib bordik. Yoqib O'zi o'chadi deydi. O'chirdik, keyin yana yoqdik. Ya o'chirasiz. Ha, keyin yana yoq. Yoqsang nima bo'ladi? Yoqdik keyin polani. Yondi. Yo'q, to'xtanglar, poli yondi. Sizlar uni o'chirdinglar, keyin yana yoqdinglarmi? Birinchisini o'chirma. Просто o'zi uchun bilib qo'ymoqchi bo'lgan. Yesishni o'ch. Mamoni o'chirsa bo'ladi. O'zlarini gamashlari ham bo'lgan. Kiyganlar o'zlariniki bo'lgan, yana kiyganlar просто. Agar bunaqa logika bilan yashayotgan Da. Men lekin bunaqa pajaringni uyimga chaqirmagan bo'lardim-da. Yong'inni o'chiratdi. Shuni qaytib yoqsang nima bo'lar ekan deydi. Maktabda yong'inni ertasi kun xabarlarda chiqyapti. Tuni kecha falon maktabga yo o't ketdi, bir guruh jinoiy guruh bolalarni kimligini bilmayman, lekin bittasi parpara gamash kiyib olgan. O'ziga xos xususiyatlari, ulardan biri jenskiy gamash kiygan. Yangiliklarda chiqib o'tdi dag'ollam. Yoqilgan joydan semichka po'chog'i gamaj. Ozgina yongan. Kuygan gamaj. Xo'p, tipa yoqdinglar, o'chirdinglar, keyin yana yoqdi. Ketdik keyin. Logik. Yonyapti, o'zi o'chadi deb ketib oldi. Boyagina повтор qilsanglar bo'lmasmidi? Ya, endi o'charmikin? O'char ekan. O'chirmadik. Chunki sizlar o'chiruvdinglar-da. O'sha o'chgan u. O'shancha o'chgan u. Ya, o'chirgan yana yoqdik. Nima logikda-yu? Endi yo'qchilik. Okey, shunaqa. Hamma narsaga yo'qchilik baholab qo'yamiz. Yoqdingiz. Keyin nima bo'ldi? Semichka ham tugagan. Ya, ketdik keyin, Aha. Endi maktab yaqin uyga. Tezroq qochamiz. Qaysi maktabligini aytamizmi yo'qmi? Yo'q, aytmaymiz. Qaysidir yongan maktab hozir yo'q bo'lishi mumkin. Ya, uyda yotibman. Sirena ovozi eshityapti. Farretda. Normal yongan ekanda. O'li. Ertaga yo'qmi? Yarmi qop qora-da. Mana shu istoriyani nimaga gamashdan boshladingiz, bro? U yerda joyi bilan yoqib olgansiz. Ulanganda cho'masmi? Agar men shu gamash kiymaganda polya yonmas edi. Okan mana Vaynerlarda, Hukdan keldilar. Короче, gamash kiyganman. Zritil o'sha holda gamash kiyganman. Jenskiy autoriyani ham o'shada qanaqa gamash bo'lishi mumkin? Da. Men hozir ichimdan просто men uchun juda katta savol G'ulom. Maktabni yoqib yuborgani uchun uyaladimi? Yoki opasini gamajini kiyib olgani uchunmi? Chunki hozir direktor ham opangiz ham jahli chiqib turibdi-da. Lekin qaysi maktabligini aytmayman. Xo'p, siz yoqdingiz polyani, sizlar ketdinglar, pajarni kelib o'chirdi, to'g'rimi? Chiqib ko'rdinglarmi o'chirayotganligini? Yo'q. Echishdi-da, nima qiladi gap? Prosta Echishdi ham kelgan. Qaysi iplos yoq ketdi dedi, shu iplos bo'lib qoldi. Bilan iploslar ham ko'payib ketgan. Gamash o'lab qo'yib. Bular polyani yoqibdimi? Ayollarning gamashini ham kiyib yuraveradi bular. Nabarat emas, ha. G'ulom, sen yoqmadingmi? Balki men ayollarning gamajini ham kiyib yuraman.
Ana e'tibor u yoqqa o'tganlar-da, hech bo'lmasmi? Gamash kiyibsan, yo'q o'rgala. Qarayman. Hozir mana shu muhimmi? To'la yo'yapti. Sen bitta gamash gapirasan. Maktab yo'yapti. Eshitdingizmi? O'g'lim kecha jinski gamash kiyinib olibdi desa, uni qo'y, maktab yonganini aytmaysan. Agar maktab yongani ham chalg'it olmasa, kechasi bor direktorni o'ldirib kelishi ham mumkin. Bitta infobotni yopish uchun. Menimcha ana 11-sentyabr voqealari ham o'sha arablardan qaysidir biri gamash kiyib borgan menimcha maktabga. E'tiborni qochirish uchun keyin borib o'sha binolarga borib urilgan. Umid qilamanki, montajda bu qiladi. Просто gamash kiygan pilot. Просто pilot sumkasidan pomada topib olishgan. Deb burib olgan binoga. Ikkinchi pilot aytgan, "Voy, mana gamashing nima qarab?" Siz sharmanda bo'ldik. Bechara, yo'qchilik deb shuni aytadi, samolyotni ko'ryapsizlar, mana boshqaryapti. Dumaloq. Binoda turgan odam, "Va! Va, gamash kiyibdi." Yo'q, qaysi biri uyat maktab yoqqanimi, gamashmi? Qaysini berasiz ko'proq? 911. Gamajda. Maktab yo'q. Maktab olib ketdi. Maktab tuban yo'qmasam. Maktab yonsa, yigitning g'ururi yonmasin. Au. Nimaga? Lekin bu reelsni ko'rgan odamlar pastga kommentariyaga da deb yozadi, lekin voqeani asli qayerdan boshlanganligini eshitgandan keyin, Yo, xalq ekani. Like qaytarib shunga oldim. like bosdimmi men? Shuni podelitsiya qildimmi storiesda? Nima Buni deyapsiz? yopish uchun nimadir yoqib yuboradi. Uyatlimi? Istoriyasi uyat deb hisoblaymiz ham bu narsani. Uyatlimi o'z istoriyasi? Uyatli bo'ladi. Uyatli. Uyat, ha? Gamash uyatli, maktab yoqish bu jinoiy o'zi menimcha. No, kreativni. No da, ijodiy jinoiy. Ijodiy, jinoiy. Sizni narodikda uchastkova kutib turibdi. Maktabga. Qarang, maktab polasini yoqmoqchi bo'lganlarga, ayniqsa maktab polasini gamash kiyib kelib yoqmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahatingiz? Balkim o'g'irlar shu uchun boshiga kapron kiyar. Balkim yo'qotgan vaqtda O'g'rimi? itingga kiymadingmi buni? Nima? O'g'lim. Sovuq. O'g'rimi desa, o'g'rini qo'yib boshida kapronmi deydi. Maslahatingiz kapron kiyib yoqmoqchi bo'lganlarga. Gamaj kiyish kerak emas, opachasinikimi, oyisinikimi. Gulroz Qarsagilar, G'ulomjon Nasriddinov, rahmat kattakon. Ko'nik Bir yana bo'ldikmi? 1 soatcha muhokama qilib yuborsak. Esdan chiqarib yubordikmi bu istoriyani? Men yangi istoriya. Chiqarmayman. Hech qachon G'ulomni har gal ko'rganimda Yo, menda nabar. Endi men G'ulomni direktiga nima tashashni bilaman. Luboy jenskiy do'konga kiramanda kapronlarning hammasini G'ulomga tashlayman. Jenskiy deganingiz bitta narsa esimga tushib qoldi. Go'zal va sohib jamol betakror mehmonimiz Maftulla Shokirova, Gulroz Qarsagilar. Bozordan kelyapsiz, to'g'ri. To'xta. Kelin. Pomidor olib Qaladinida 4 Bugun birinchi marta baribir syomka bo'lyapti bu shou. Shuning uchun man sizlarga sovg'a bilan keldim. Lekin nimaga 4 ta? Shoshmang. Qo'l bilan kelgim kelmadi. Shoshmang, xo'roz qandingiz chet ellikmi yoki yo'qmi? Bu yoshligingizniki. Yotmasdan yalasa bo'ladi demak. Aha. Bekzod. Ikkitadan oling. Bekzod, olib keling-da, nari qotvormi? Nozim aka sizga. Nozim aka. Rahmat. Sen Bekzod tomosha qil prosta bu. Hozir menga Sizga. ana sizlar nima birga vayn olmaysizlar deysizlarmi? Bo'lgandan keyin qanday qilib? yo'q, Menga qani? osti kelgan. Ozda keyin menga nimagaligini aytmaganlar. Vot, mana bu yo'qchilik, G'ulom. Mana bu yo'qchilik. Gamash emas. Ne bu bayram-ku aka. Xush kelibsiz. Sog'uvchi uchun alohida rahmat. Buni yesa bo'ladimi? Ha, Da. O'qitilmaganmi? Endi hammaga o'qitmasam kerak. Ay, ming afsus. Boshqa odamga atalgan. Lekin o'qitilgan bo'lsa qarang, qizil. U ham yemayapti u odam. Siz yeyvering. Ya Islom agar o'qitilmagan bo'lsa yemaydi-da, chunki bu o'zim o'qigan-da.
islom tanasida nimadir o'qitilgan bo'lish kerak. O'qimagan tanada. Nima esa o'qitmaydi. Ey, axir men O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohini kino, televideniya va sajyoranati Уже boshqa odamsiz. Savjoranat. Уже boshqa odam. Bu Mana bu o'qiganman. vaqtinchalik ishsiz so'zini mana bu kengaytirilgan varianti bo'ldi hozir. Raznorobochi. Mardikor so'zini Hech kim Chiroyli yo'q. bizda chiroyli lug'atdagi ma'nosini bilib oldik. Ne, lekin Buni qanaqadir ma'nosi bormi? Yo, Nimani? yemaydigan bo'lib berib yubordingmi? Olmani. Yo'q, men spesial sotib oldim mana shu ko'rsatuv uchun. aka, xohlasangiz o'zimnikini beraman. Yo'q, O'zi men tayyorlagan. o'zidagi olib kelmaganman. Nu bu menikimi o'zi? Sizniki. Ya ataylab ozod bo'lib kelmagan bu manifest. Yo'q, Hamma hazillashib olib yeyman, yetmay shu. qoldi, yetmay qoldi. Mangami? Ha. Nimaga Farruxga emas? Yo, Nimaga Bekzodga emas? Yo'q, menga ham yetmay qoldi o'zi. Yo'q, siz chetda o'tiribsiz-da. Nu siz bilan hayotida. Nasibada ko'ribsizlarmi? Men yeyman, menga farqi yo'q. Ha. Ha. O'z voqea nima haqida? Shu siz bilan qanaqa urushganligi emas. Bilmasa ham bilaman. Men bugun hammasini aytishga keldim hozir aka. Mhm. Men hozir ikkita uyatli voqea olib keldim. O, Bittasi Ozod aka bilan birga ishlaganimiz. biza как будто уже tanladik, a? Yo, bu kim uchun uyatli? Ozod. Men uchun bo'lish kerakmi? Da. Men uyaladigan hech narsam yo'q. Xo'p, voqeaga o'tamiz. Sirazi qaysi yili, qachon, Ha. qayerda? Endi 4-5 yilcha oldin, xullas bitta tug'ilgan kunda, aha. qizlar tug'ilgan kunda o'tiruvdik. Nechta qiz? 15 tacha qiz. O'yin, kulgu, Kechirasiz, orasida jenskiy kolgotka kiygan o'g'il bola yo'qmidi? Yo'q. Kolgotkasiz kelgan qizchi. Qayerda bo'lyapti tug'ilgan kun? Polyanyon. Yongan poylanyor. Yo'q, yonayotgan polani oldida. Restoranda. Restoranda tug'ilgan Ha, kun. tug'ilgan Kimniki kun. tug'ilgan kun? Bitta qiznikida, Bitta endi qizniki. qaysi Ha, birini? ya. Deylik Imonani tug'ilgan kun nishon. Lekin Imona unaqa puli yo'q edi u payt. Tug'ilgan Yo'qchilik. kun qilib bermasdi. Yo'qchilik payti. Yo'qchilik payti. Yo'qchilik. Akasini kolgotkasini kiyib yurgan paytlar. Tug'ilgan kun Qaysi bo'lyapti. boyroq qiz tug'ilgan kuni, Aha. yaxshi restoranda. Endi Maftunni o'zinikimi deyman. Boyroq qiz dedi. 5 yil oldin Ozod aka, siz bilan yurgan paytlar, u payt boy emas. Va biz men nimadir bilmaymanmi? Ha? Nimadir? Yo'q, hazillashdim. Ha, kontekst emasmi? Una demanglar, u paytda u O'zimga paytda. quloqim. Hot dogslar nima bu? Gumma nima u? Xullas, qo'shiqchi bor ekan, jivo aytadigan bitta qo'shiqchi kelgan endi. Sahnada Jahongir? turibdi. Otajonov. Yo'q, chiroyli bola. Yo'q, Yo'q, yo'q. men bilaman kimligini. Ha? O'sha Ozod aka? bola? Yo'q, u bola emas. Ha. Bo'ylari uzun. Bola ham ko'pda qarang. Menmi deyman-da shu orqa. O'zi yuzta chiroyli. Chiroyli. Qo'shiq aytar ekan. Chiroyli. Qizlar Chiroyli. orasida Endi sastav bilan 15 ta qiz kelgan. bor. 15 ta qiz bor. Ha, 15 ta 15 qiz ta yig'ilgan qiz bor. joyga albatta Islom boradi. 100%. Faqat biz emas, u yerda rosa qizlar ko'p. 100 talik bor edi. Ha. O'sha qizlar ichidan u chiroyli yigit meni tanladi. Prям ajralib turibdi. U Qizlardan ham chiroyli bo'lib ajralib. Ha, mendan Qanday? chiroyli masalan. Qanday siz tanladi? Qarayapti. Tepa bor sigaret olib kel, mana pul deb berib. Bor sigaret. Da. Anaqa mik O'mini solasan. tanladi. Ana mimozangni oxirigacha yemaysanmi? Menga ber. mimozani oxirigacha yemadim, ma. Ma. Wow! Mani tanladi. Bu mimoza qoldiqlari emas, bu muhabbatimizni boshlanishi edi-mi? Bilmadim, qanchalik meni tanlaganini to'g'ri his qildim. Или просто kelib o'tirmoqchi, "Voy, turay, san ketgin." Mani tanladi. Ya, tanlov qanday bo'ldi? Tanlov qanday bo'ldi? Qarab qo'shiq aytyapti. Masalan, sezasiz-ku. Qarab qo'shiq aytsa, U menimcha Maftunni xayolida bugun qo'shiq aytishni boshlayorgan. Ya, Maftun qayerda? Maftun o'zi oq fatada ketyapti. U qo'shiqmidi?
Arabchada bo'lsa. Yo'q, yo'q. Просто instrumental. Balkim Yo'q, duo prям bo'lganda man demoqchi. sezdim. Mana hamma o'ynayapti, u faqat menga qarayapti-da. A u kasoydir balki ozgina. Ne qarayotganda ikki ko'zi bilan barobar qarayaptimi? Yo bitta ko'zi senga qarayapti? Yo'q, ikkovi ham, qo'li ham mana bundoq qilib menga qarab aytyapti-da. Yo'q, bundoq emas, bunday qo'yapti, bunday qo'yapti. U qanaqa qo'shiq? U qanaqa qo'shiq? U Har xil. sevgi haqida bo'lmasligi mumkin-da. Qarzingni ber degan. Pasport seriyasini Biroq yozib oldiga olib. kelib islom aka. Ana shu. Ana shu. Menga qarayapti. Manimcha mana tanladi. Islom, kedi. Maftu mamne. Mana menimcha bu meni tanladi. İmon ham. İmon oldingda o'tiribdi, mana bu yerda, mana bu yerda o'tiribdi. Oyog'ini tortsin aytdi. 15 ta qiz o'ynayapti, tug'ilgan kun bo'layapti. O boyaga bola sizga qarab ashula aytyapti. Siz o'ynamayapsiz ham. O'sha boyaga Yo'q, vizgilatdan men endi qarashdan naborot buziladingiz. o'ynash kerak emasmi? Ha. O'sha yomg'ir chaqiryapsiz. Har xil raqslar. Yomg'ir bitta tashqariga chiqqan o'raqlaring bo'lsa, shop-shop momalarim devorlaring. Hozir yomg'ir yog'adi bu yerda. Yo'qsa ishonmayapsizlar. U Ishonib tashqariga qolsam Yomg'ir yog'di. Sizlar tushunmayapsizlar. Qo'shiqlarmi? Misol bir parcha. Yo'q. Men ruscha qo'shiqlar tushunganim yo'q. Arabcha. Inglizcha ham aytdi, arabcha ham aytdi. U bilasizmi? Naqalarda, restoranlarda anaqa европейский такой aytishadi. Ha, restoranda Da, qo'shiq u yoqqa kuylaydigan. biz Shunaqa. bormaganmiz, bilmaymiz. Yoki ashularning nomi Maftuningman edimi? Tushunganmi yo'q? Ha, ruscha aytgan Maftuningman deb aka. U payt men taniqli emasdim, ismimni bilmagan u bola. Hop, Sizlar birinchi nimadan gaplaringiz bildingiz? ikkinchisiga bog'lansin. Biz birga bayon olayotgan paytimizmi? Qanday taniqli emassizlar? Sizlar taniqlisizlar. Endi u европейский bola, o'zbekcha kontent ko'rmaydi-da. Европейский bola nima degani? Uyida 10 ta negr qul bormi? Nima u? Ya'ni bilmaymiz-ku, nima degani u европейский? Yo'q, просто o'zbekcha kontent ko'rmaydi degan. Европейский odam bu oshni vilkada yeydi. Oshni yulkada yeydi, qishda shortikda yuradi va ba'zida bosqinchilik harakatlari olib boradi. Ha? Da, klassik shim bilan qora rezin tapchika kiyadi. Galstugi ham bor. Xo'p. Galstugi bor edimi? Oyog'iga o'ralgan. Qanaqa o'rniga? Erga tegsa shu galstukli yigitga tegish kerak-da. Haqiqatdan galstukni ko'rgan, всё, men senikiman degan, всё. Yo'q, chunki erkak kishini bo'yintirg'i bo'lish kerak. Qulay bo'lishi uchun. Ne, gal ustiga ham qizil remen ham bor, menimcha. Qizil Menga makasin. qaramabman, bilmadim. Qanaqa qarang. Ha. Yo'q, unaqa bachkan emas. Prям Prям chiroyli bola. Hop, Qanaqa Maftuna sizga qanday qaradi? Bo'yi Maftuna. uzun. Ana o'sha muhabbatli, bo'yi uzun, muhabbatli. Bo'yi uzun. G'o'dalari ham bor. Sariqchadan kelgan. Sariqchadan kelgan? Islom, sen qo'shiq aytishni bilsang, ayt. Sariqchadan kelgan. Sariqchadan Ovozi ham chiroyli, живой Bitta, aytyapti. bitta. Islom aka, qani bir singil. Arabchada. Barnolar. Billur ila zarpayonda to'shash mumkin. Bahrubayt boshlandi. Mana Ulagandan tansiq taom oshash mumkin. Qaysar Odam qilgan ishni odam uddalashi mumkin. Aytgin, muhabbatsiz qanday yashash mumkin? To'xtang. Montajda Qarang. Mana mashnaqa Yo. qiliqlar qilmaydigan bola edi. Yo'q, to'xtang. Botda qarang. Точно. Yo'q, botda bolada emas gap. Ha. U sizni tanlagan. Siz uni tanlaganmisiz? Da, ana shunda hamma gap. Shunga qarab bu ishini qiladi. Mana tug'ilgan kun tugadi. U mana Tugab men turib gonorarimni olib ketaman. Sep. Opa rahmat. aytay bu Sog' yo'q. bo'lasiz. Salomat bo'lasiz. Kelib turing. Rahmat. 15 kishi kutib olaman. Xo'p, voqeaga qaytamiz. Voqea ichkarida boyaga bola sizga qaryapti, siz buni bildingiz, u meni tanladi. Endi menda ham shubha bor edi, sizlarga Hop, o'xshab. uzr, Meni uzr. tanladimi, qaradimi, rostdan yo'qmi? Ya bitta savol, bitta ko'rsatib bering, qanday qaradi sizga o'sha muhabbatli ko'zlar, qanaqa qaradi? O'g'il boladiki qara olmayman. Mana men qarab beraman, Siz tipa. tasavvur qanaqa Menga qaradi? prosta tushuntirib bering-da. Ko'rsating, qanaqa qaradi? Mana shu bunday qildi. odam, men yalma bitta bolaga qarasam biladi-yu mana. Yo, qanday qaradi? Maftun, Mamdo. Bu Mamdo. judayam Look qaytib. Burni bilan o'rar ekan. Mana qaradi. Yo, balkim qarang. Bola juda romantikda, lekin yomon qo'shiqchi. Mana auditoriya bilan ishlashi. Mana qanday yetib bergan shunaqa. faqat bitta odam bilan ishlagan, ha? Shu
Yo'q. Qo'shiq nima haqida? Balkim ona haqida. Haqiqatdan ham sanda u o'zini onasini ko'zlarini ko'rgandi. Yo'q, chiqqandan keyin xullas u men raqamimni so'rash uchun keldi yonimga. Mana shundan bildim, menga qaragan faqat. Biz bilishimiz kerak. Ha. Maftunga qaradi bola. Maftun ham qanaqadir harakatlar qilgan bo'lishi mumkin. U yomg'ir chaqirdi, raqs qildi deyapsiz-ku. Yo'q, prosta raqs emas-ku. Mana bitta raqsga tushding. U qarab turibdi, u ham qarab turibdi, sen ham raqsga tushyapsan. Ikkovlaringiz. Yo'q, boshda Yo'q, ikkovlariz emas, odam hamma o'ynab yotibdi. Yo, balki u davradan eng mast qizni tanlagandir. Yo'q. Ichmaydi. Ya endi Qo'shiqchi-ku, ichmaydi u. takoy, "Meni o'ljam mana shu" deganda. qarang, men tushundim. Sizga qarayapti, ashula aytganda ham sizga qarab aytyapti. Qarab aytyapti. Demak, krasavitsa. xuddi shunaqa. Men o'sha, takoy, yo'q. Yo'q, chiqqandan keyin men raqamimni so'ragandan keyin men bildim, shu rostdan ham Sizga qarab aytgan. menga qaragan. Anu raqslaringiz bekor ketmagan. Biz raqsni tashlab ketamiz, bekor tashlab ketamiz. O'sha kerak-da menga, o'sha raqs. Yo'q, men unaqa raqslar qilib yubormadim. Masalan, qarang, mana men sizman. Maftunamanda turibmanda, boshida jim turdingiz, uyalib, mana qamallab turibsiz. Ashula aytib bering-da. Ayting. Ha, ayting. O'ynab turibdi. Maftun bo'ldim. O'sha sizga qarab o'ynasa ochilyapsiz siz. Shunaqami? Tushunishim bo'yicha o'sha savdo. Ketdi. Qayerdandir doira tushgan sirasi. Samarqandga ketadi. Takoy. Stoldan ustida yo'q. Qanaqadir osiladigan narsa buzildi. Lustraga osilib. Pastga tushgandan keyin Iymonni aylantir. O'sha bo'lgan. Gilamlarni o'g'irlab. Iymonni pastga ko'targan. Prям mana shu bola kerakmi? bitirgandan keyin ana bola faqat menga qaradi. Nafaqat u bola butun zalda e'tibor markazida sahnada. Oy. Yo, unaqa raqs emas. Yo'q, Yo'q, prosta unaqa raqs ritmga tatarcha raqs. Da. Lijini Go sherry, teshimiz. Mana shunaqa oddiy. Takoy, tatarchi, passiv raqs. Maktab sport zalidagi raqs. Da. Всё, raqs o'tqizsak U bo'ladi men degan narsaga. raqsimga qaramagan, Всё. точно ishoning. Ha, ustali. Bunaqa raqs. Break dance bo'lsa, hali. Aylanib yurdi. Okey, xo'p, ko'chaga chiqdingiz, bola keladi. Nomeringizni bering, tipa. Mashinaga o'tirishimdan oldin keldi. Anaqa raqam so'radi. Qaysi moshin? Sizlarda moshin yo'q edi-ku. Bor, Nexia bor edi. Nexia kelganda galchi. 3. Nexia, sariq Nexia-da. Yo'q, mokriy asfalt. O'zniki o'qmasku. Xullas keldi, raqamni so'radi. Sen Men ko'nglingda aytdi. men aytdim, mard bola ekan. Vot mana keldi, so'radi raqam, молодец. Oldi ketdi, всё, yo'q o'sha ham yo'q. Krasavchik, cho'chimasdan raqam so'rab keling, men telefon ham senga, ukam. Men o'zim telefon qilsam topib olaman. Mana cho'ntagingga mana bir 200 ming so'm tan normal galstuk kiyib olgan. Bunaqa qilgan, молодец, cho'chimas ekansan. Telefon nomer bermayman, kerak bo'lsang topib olaman, lekin ishonavergan, men ham kichkina odam emasman. Qarang, uyatli joyga keldingmi Yo'q, hali ancha bor. Sizlar shu ko'p gapiryapsizlar. Uzr. Qiziqda. Oxirida mana haligacha orqamdan kuzatib yurib turasiz. Mana desam, Hali aytdilar-yu, bo'yi uzun, sariqchadan kelgan, chiroyli. Birortasiga topmayapti siz, eng qizig'i. Aniq sanayman. Yo, o'sha birinchi sanadigan chiroyli yigit deganda o'sha chiqib ketdingiz siz bu ko'rda. Bo'yi uzunda ham chiqib ketdim. Ya, Farruh Salam u yerda bo'lgan bo'lishi mumkin, faqat ashulachi rolida emas, operator rolida. Скорее всего. Sen oddiy operatorsan. Chiqaqqa chiqmagansan. Bu payt shunaqa edi. Xo'p, istoriya, u keldi, oldingizga nomer Raqam so'radi. so'radi. Конечно, qiz bola bir martada raqam berish qiyin. Bermadingizda. Shuni bekor cho'zib yuribsizlar-da, berib yuboringlar. Yo'q, endi keyin agar Nima deding? Men so'radi. Девушка dedi, maylimi siz raqamingizni? raqamingizni bersam dedi, keyin men nimaga dedim, albatta. Manoqimni nima deb o'ylayapsiz? Nimaga-da? Nimaga kerak? Okey. Nimaga? Ming bora uzr, raqamimni bera olmayman deb mashinaga o'tirgandan keyin ko'rdingmi? Ha, dedim, keyin Iymon yugur tez, men buni berib yuborganda. da shunaqa bo'ldi.
Nomeri. Yo, men yozib bermadim. Imona tush dedim, bo'pti, sen ber dedim. Imonov tush u o'tiradi. Va uyga tush yo'q. Imona tush. O'chiqsan. Mana nima deb o'ylayapsiz? Qanaqa raqam? +94. Kim ko'ryapsiz? Imona 623. raqam berib keldi. O'zinikini, ha? Imona ham shu streyku. Yo. Raqaming desa Imona, ma 57 sanga. Bajarga, ukam. Raqam berdi. Mana men beriga raqam berib kelgan bolani. Nechta? Yo, raqam bergan kuni kelganda tak, siz Ochratda 6-chi degan. Nomer so'raganlardan, ha? Nomer U bola so'raganlardan. tak, navbatim qachon keladi meni? Yurtdi bechora. Nomzodda. Aha. Shulardingiz Imona bordi, Raqam raqamni berdi. Raqam berdi. Endi men kutyapman, qachon yozadi bu bola. Bir kun kutdim, 2 kun kutdim, 3 kun kutdim. Raqam berdingizmi baribir? Da Imona berib keldi. Imona Men Bular bermadi, bular bermadi. Men qanaqa qilib Shular nima deb o'ylayapsiz? Imona berayotganida anaqa yo'q O'zi kerak emas. nomerini beravergandir balkim. Mana sizga nomer Keyin telefon. men Imonadan so'radim, "Sen rostdan berdingmi raqam?" Ha, yaxshi degan. To'g'ri qilibsan. Raqam berdim. Aychini qanaqa raqam? Uni uchun. Tupoy deb o'ylayapsan. Yoki yozdi bir payt, 2-3 kundan keyin. Aha. Nima deb yozdi? Birinchi SMS xabar salom bo'lgan meni. Ha, salom, men o'sha yigitman dedi. 3 kun shu gapni o'ylabdimi? Yo'q, endi sog'inchni kutgan menimcha shu. Sani sog'inishingni. Ha, balki. No, расстояние. Bilmadim endi nimani o'ylagan, uni ichida emasdim men. Точно. Nima deb yozdi? Keyin xullas yozishib ketdik. Xullas men qiziqmas nima deb yozgani. Prosta nuqta kelsa ham bular gapirardi aka hozir. Yozishib ketdik. Yozish Bu yerda ozod o'tiribdi, syomkaga qachon keladi? Yozish ketdik. Qanaqa bo'ldi o'sha kun? Nima yaxshi ish qilib, kimni tug'ilgan kuni edi? Endi shunaqa. O'sha Oldi qochdi gaplar, oldi qochdi gaplar. Na senga, na unga kerakli gaplar. Ijodidan gapirdi, qo'shiqlarini tashlab berdi, qo'shiqchi u ham. Qo'shiqlarni tashlab berdi. Endi men ham, конечно, поддерживать qildim. Qanaqa chiqishdan qat'iy nazar. Yo'q, ham yaxshi edi lekin ovozi. Keyin yaxshi shunaqa gaplashdik. Keyin men aytdim, klip olmoqchiman, nimadirlar dedi. Bitta klip qisqa olib ko'rdim. Ko'rasizmi dedi. Tashlang dedim. Keyin krujочек video kelgan Telegram. Va u klip juda ham qisqa bo'lgan. Вдруг bitta video tashladi. U boshqa bo'ladi. Yo'q. Boshqa bola. Videoda boshqa bo'ladi. Unga yozgansiz ham raqsim yoqdimi deb ama? U bolachi, u bola yonidamidi? Yo'q, bitta o'zini tashladi. Bitta mana bunaqa video. Klip. Yo'q. Video qo'shiq aytgan nimadirda. Примерно o'zbekcha qo'shiqda, o'zbekka aylangan o'zbekcha qo'shiq bilan klip. Nega? Ayrildik-ku biz. Sening sevging uchar. O'ziga archa kirib ketadi. Nega? Ne, hozir u bola bo'lib chiqmadi shunda. Yo'q, men tushunmay qoldim, shokdaman, xuddi sizlardek, men ham keyin. No texnologiya. Mana sразу o'zi tashlagan rasmlarni udalt qilish kerak. Qarang, u bola oldin sal qoraroqmidi yo Yo'q, oppoq. keyin sal qoraroq bo'lib qolmadimi? U bola prям o'zgardi. Qoraroq, Xunukroq, xunukroq, Xunukroq nima alik u bola o'zi ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ya o'ziga ham aytgan menimcha. Charchagandir Yo'q, prosta. keyin xullas men aytdim, bu video o'rtog'iznikimi? Kim bu dedim-da, endi men tushunmadim. Keyin yo'q, meniki dedi. Keyin men yana Telegram kiryapman, anaqa rasmlarini ko'ryapman. Kim edi bu? Qarasam, o'sha men raqamimni olgan bola bilan rasmlari bor. Keyin короче, u o'rtada turgan bola ekan. Bilishim bo'yicha u orqada qanaqadir muzikant bo'lganda u. Imona Lubo odamga nomer berib yubordi. Imona bor, ana chiroyli bolaga nomerni berganda Imonani vkusi boshqacha. Imona qorachadan kelgan bu kichkina yigit. Prosta Men degan Maftun ham biladi kimni tanlashdi. Yoki bu o'zimga qoladi, men bu bilan gaplashadi degan. U prosta pilisos bola o'sha oldidagi pul yig'ib yuradigan-a? Yo'q, pilisos to'ydi. Endi u yo'da pul sochmaydi.
Просто Ne, menimcha bola g'ururli. Necha kun gaplashdingizlar? O'sha video 1,5 tushishidan yil. oldin. endi mana 1,5 yil. gaplashish ham qanaqa agar bir hafta desam sizlar o'ylamanglar ertalab kech O'ynamaylar mani qalbimni. ertalab kechgacha emas endi buni xabar olib bunaqa bo'lib bir haftaga cho'zilgan. Yo'q, shu bir hafta shu narsani cho'zgan vaqtlaringiz katta ehtimollik bilan qanaqadir syomkalarda kamchilik bo'lgandir balkim. Yo'qmi? Yo'q. Ha. Endi siz bilasiz. Siz planda umuman yo'q aka. Bu yoqda anaqa pushta ochki ketdi. Ozod sezmagan ham ozod даже. Anu bola siz bo'lsangiz, a? Shu videoda. Qop-qora pakanam. Sizni videongizni tashlab berishgan. U bola bilan sizga rasm tashladi, video tashladi, u Video emas. tashladi, bu San man emassan, dedi. короче, bo'ldi. Men Xo'p. tushunmadim dedim. Aniqsizmi? Hazillashyapsizmi dedim. Endi men Уже shokdaman. deyapsan, уже chaqiruv. Gapirib tashlayman. Nima bu Yo'q. bonus? Yozyapman. Yig'lab yozyapti aka. Ha, Kunni qaysi payti edi? obed deylik. Okey. Admin bo'lganda syomkangiz o'shanda. Katta Kech ehtimol qolgan. nimadir kayfiyatim yo'q. Yurganda men yetmay kayfiyat yo'q. Yo'q, bu yerda kayfiyatim yo'qmas, asabiylashyapman. Prям. Xo'p, istoriyaga Orada sizdan ham qaytamiz. Siz yozyapsiz. so'rayapti. Men video- aytdim, tushunmadim, kulyapsizmi ustimdan dedim. Nima qilganingiz, nima bu uchun? Ha, bo'pti, o'sha bola yozsinmi, deyapti yana. U обиженка-da, одолжение. Типа, u aybdor emas, men aybdorda hozir. Da. Siz nima Shunchalik dedingiz? muhimmi senga? Yo'q, mayli o'ziz bilan o'sib qo'yaveraman deb yana bir hafta Deyishim gaplashdingiz. kutgan shekilli. Ya. Bir haftadan keyin boshqa bola. Yo'q, menimcha boyagi bola ham g'ururli bo'lganda, tipa birinchi borgan nomeringni berdi-yu, bermayman dedi-da, imonan jo'natib yubordi. Boyagi bola ham qaragan, borsan olib kel deganda. Taqdir. Bo'lishi mumkinmi? U boshqacha tushuntirdi lekin. Nima dedi u? Sovchi jo'nataman Yomon deganda. qiz bo'lagan. Qanaqa tushuntirgani u? Ha, tipa u o'sha payt borishga anaqasi yetmadi. Ruhi yetmagan. Ha, shunaqa. Kuchi, duximi nimasi? Uyalgan xullas. Aha. И o'rtog'iga Ikkinchi bola original bolami? Bu qanaqa? ha, original bola bu ekanda o'zi. Yo'q, qanaqa bolalar uchrab yuradi, sizlarga deymanda, qaranglar. O'zi yoqtirgan, qaranglar, yoqtirgan. Mana shu qizga gap otish kerak degan. Sen bitta gap otib ko'rchi degan. Yo'q, gap otib ko'rchi emas. 1,5 soat ashulani mana shu qizga qarab aytib ber. Bo'lgan, nechun? Men o'shanga hayron qoldim. Men qaradi bo'lmasa. U ham yaxshi Yo'q, ko'rib shuni qolgan. aytyapman-da, 1,5 soat qo'shiq aytding, bitiga qarab, hammani oldida. Keyin uyga borib, nomerni olib, yoz. Mana bunaqa bo'lgan. Yo'q, unaqa qilmagan. Aytayotgan bola. Jo'rajon, sen yoz degan, o'ra bilsang degan, o'ra mumkinligini bilsang aytasan. Keyin men o'rayman deganda payda. Sizga qarab ashula aytayotgan bola bundoq qilmaganmi bundoq? Da. Ha. Mana. Bo'lishi Mana. Iyonik sanda. Mana, chiroy. Bo. Xo'p, sizga nima deb tushuntirdi bu bola? Aytdim, men unga aytdim o'rtog'imga, men uchun ekanligini dedim. U aytmabdimi dedi-da, keyin o'rtog'im bilan ham urushib oldim hozir dedi. Urushib oldim. U boshqa odamga ekanligini aytmagani uchun dedi. Balki u Nima bo'lib murakkab bo'lib ketdi? Qodirxon 226. Endi men o'rtog'im uchun so'rayapman degan gapni aytmabdi u menga. Boyagi bola o'rtog'i uchun so'ragan kelib. Qo'shiqchi bola. Ha, u menga aytmagan. Короче, bu nomeringizni bering. qarab ko'zi bilan o'ragan, bu tushunyapsizmi? Ko'zi bilan o'raganda oldiga borgan bittasini o'radim. Kimga kerak? u mana bunaqa odamni Hozir hal qilamiz. Ey borganda nomeringizni berasizmi? Yo'q deganda ketgan, hozir keladi, sabr qilib tur. Bundoqsa Imona kelyapti. Oldi. Kim edi? Menga. Всё, men baxtli bo'l. Endi kechirim so'radi keyin Bir xullas. hafta ham tushunmaganda bu kishi. Bir hafta o'sha Yevropeyskiy baxtli. bola edi nimaga? O'zbekcha qo'shiq tashlaydi bu ha. nimaga qondaysiz deb yozadi bu? Men internet ishlamayapti. Nega? Unda doim antenasi yo'q. Keyin xullas men aytdim, sen aldading, xullas. Sovchi jo'natdi endi sog' aldaga. dedim, yo'q, yo'qmi? men yozmamanga dedim, desam, kechirim meni shunaqa bo'lgani uchun, shunaqa deyapti endi. Yo'q, Qaysi biri aytyapti buni?
Ikkalasi O'sha ham original o'sha xunukroqi, xunuk demaylik endi. No, Bolalarni biz aytganimiz yo'q. Yo, вообще. biz original deb kimni aytamiz o'zi? Voqeani bo'lsa-da boshqa original edi. U padarginal u, voqea qo'shiqchi emas. Mulaj bor, Ha. mulaj bor, просто maneken bo'lib bergan bor, и original bola bor, который yoqtirib Kim qolgan. aytdim, sizlarda shunaqami? Demak, o'rtoqlar dedim. Bizda ham shunaqa ekanda, iymoni qarang nima qilgan. Bular qasd olgan, iymoni boyagi bolalarni originalini o'ragan, ishoning. Bu vaziyatda Imonani reaksiyasi juda qiziq, lekin rosti bor-ku, prosta qiziqda. Imona bilan u yigit Yo'q, Imona mana bunaqa bo'lib qoldi. To'xta. Hozir bir nima o'ylaymiz, bir nima o'ylaymiz. Hozir bir nima o'ylaymiz. Ah, men erkak kishiman deb yoz. Sразу. Bu nomer administratorskiy degan men yozuvchi bor. Imona u paytda kabrioletda o'sha yigit bilan Gagaga ketayotgan bo'lgan. Bola ko'rishaylik deyapti. Men sizga tushuntiraman hammasini. Ko'zingizga qarab tushuntirishim kerak deyapti. Men aytdim, "Sen bilan ko'rishish yo'qda tursin, ko'rishib ham qolmayman" dedim. No, ko'zga qarasam tez o'ralib qo'yaman. Tursan ko'rishmayman ham. To'satdan ko'rishib qolmayman. To'satdan ko'rishib qolmayman. Kimsasiz orolda ikkalamiz qolib ketib sen hey desang ham. Sen bilan ko'rishish shu yerda tursin, soat 11 da kafeda ko'rishib ham qolmayman. Lokatsiya ham tashlab qo'ymayman. Lekin Mana shu lokatsiyada. agar mabodo ko'rishganingizda boshqa bola kelardi. Вообще boshqa. Umuman boshqa. Uchinchi bola. Mana shu savol Ular berdi. gamashki kelyapti. Hamma yig'ildi. To'yga kim keladi? To'yga. Qarang, To'y mayli, to'ydan keyin kim qoladi? Keyin kim Hey, chimildiqqa kiradiganlar qaysi shuni aytinglar. O'sha qaysi? Keyin xullas, men uchrashmayman desam, "Yo'q, unaqa demay tur, Imona aytayapti-da endi shu Imona, gap. To'xta, rejalari bor-da miyasida, qanaqadir faqat bitta qila olmayapti-da rejalar, tarqalib ketgan. Chunki u yerda ikki kishi. Taku doskada har xil rasmlar, liniyachalar, taku Imona qarab turibdi. Lekin yigit sifatida bilmadim, lekin sostav sifatida juda bir-biriga yaqin ekan. Imon Keyin qanaqa xullas qildi? ko'rishamiz deb yozdi-da. Aha. Uchrashuv belgiladik. Xullas ko'rishamiz deb yozdim. Keyin bitta qimmat restoran. Sen nimaga yozding? U yozmaydi. Mayli deyapman. Kondirdi, Imona Mayli kondirdi. ko'rishamiz. Imona kondirdi. Hop. Keyin men aytdim, "Men yozolmayman unaqa" desam, Imona shaq qo'limdan oldida ta qilib tashladi. Просто SMS-ga qarasangiz ta. Ta, sen o'lding. Bum, portladinglar. Keyin shu ko'rishamiz dedi. Men bu kafe soat mana bu deb belgilashdi. Keyin men aytdim, "Nima qilding hozir?" desam, "Yo'q, men ham boraman" dedi. Keyin Tayyorladi Zimonani. Keyin- Ko'chaga chiqib, uni olib bering, buni olib bering qilma. Endi yosh bola, men ham boraman desa shunaqa deyish kerak. keyin yana bitta o'rtog'imizni chaqirdik. Telefon qildik, ha, 3 Uchga kishi. Urush bo'ladi. Keyin men aytdim, telefon qildik. Uchinchi dugona kim? Endi hozir otini ayta olmayman, chunki u bilan bog'liq voqea juda U ko'p. qamoqda hozir. men bittasi Mana shu suraga aloqasi bor. Chunki o'sha kuni restoran yonib ketgan. G'ulom yoqqan bolalar bilan kelib. Uchrashuv ham menimcha parkovkaning yoniga bo'lyapti, menimcha. Yo'q, qimmat restoran oldik. Parkovkani oldiga. Spesiallik qimmat. Aytibdi, original, original, ikkaling ham tez parkovkaning yoniga. Turgin Bir joyga borib kelamiz. Qimmat restoran gaplashdi. Kim gaplashdi restoranni? O'zimiz Prям qimmatga tushirmoqchisizlar Prям bolalarni. qimmatga tushirmoqchimiz. Da, shunaqa alam. Makr ketyapti o'zi. Yo'q, endi balki gaplarimiz ham bor. Men bilmayman, Imonning rejasida u. Men mayli deb turdim. Oxirida ham qorin to'ldirmoqchi, ovqatlangan bolalar kelmagan. Ikkinchi marta. Xo'p. Yer bifteksingni. kalyalar zakasi qo'yilgan o'zi. Yo'q, shunaqa bo'lmasligi uchun avval ko'chada ko'rishamiz dedik. Meni olib keting dedim. Men aytdim, Bular o'ylagan, hozir akasi. shunaqa deb yozdik. Meni olib keting, men shu joyda bo'laman. Logikalaringizga maza qilaman. Endi meni mashinamda ketmaydi. Hech qachon birga bo'lmaymiz. Svidaniya. Meni mashinangizda olib keting. Orqada o'tiribdi. Yo'q. Mani qaysidir aferist aldadi, shunga mashinasiga o'tiraman hozir.
Men aldagan bo'l. O'rmonga nimagadir ketyapmiz, no bizda plan bor. Uni aniq bilmayman, u iymoni biladi. Iymonida plan bor. Iymoni yo'q u mashinada umuman. Iymon qolgan. rejan qani desa men uyda qoldimmi? Sanchi. Yo'q. Qayerga ketyapsan? Iymonni darsi nima qilamiz, nima qilardik, duo qilamiz. Hol so'rashdingiz, bolaga aytdingiz, kelib olib Xullas, keting yo'q, hali meni. bola bilan ko'rishmadik. Kelib olib keting dedik. Uchrashuv joyini belgiladik. Keyin u 3-qizimizga aytdik. Bugun dedik, yebichar bor, короче, dedi. U xursand endi bugun zo'r ovqatlanamiz. Voy, davay, men to'layman dedim. Ertalab yemagan u. Men to'layman. O'sha payt fashtalaman degan ekan. Keyin xullas qiz xursand, uchalamiz ko'rishdik. Endi men to'layman demasam, u qiz kelmasdi-da. Haqiqiy. 3 ga bo'lamiz desam kelmaydi-da. Keyin Lekin Olivier bor desangiz keladi, bepul Olivier. ha, endi men shu restoran desam, u xursand, qanaqa pul topib oldim Aftun deyapti-da. Restoran nomidan. Qaysi restoran? Agar siz U bo'lmasa. payt 5-6 yil oldin bo'lsa, endi oddiy restoran ham balki yaxshi ko'ringandir bizga. Yo'q, Buxoro kafe. Yaxshi joy edi. Bistro. Boy ovqat taksidan topib keladigan restoran. Hozir reklama bo'lmasin, lekin rostdan yaxshi restoran. Qo'yil. Sizlar ham bilasizlar. Mana bu bizni maktablar ekan, haqiqatda qaranglar, reklama bo'lib qolmasin, pulini olmaganmiz a. Ha, Qanotchimi? Aytmaydi. mani tushirgan joyinglarda. Keyin xullas Normal Tayson joy. somsada o'tiribsizlar, xo'p. yo'q, uchalamiz avval ko'rishib oldik, ya'ni yigit keladigan joyda ko'rishib oldik. Qiz bilan qizga keyin Imona aytayapti. "Короче" dedi, "o'rtoq, bitta uchrashuv bor, faqat sen maftuna bo'lib chiqasan" dedi. U qiz Lekin Imona har doim ssenariy yozishingga qo'yil qolganman. Rosti borda haqiqatda. Qara yo'da rostdan Iymon o'tiribmi, prosta taxmin o'sha qara gapiryapsan. Yo'q, ana Imona. Sherda. Imona sherda. Xo'p. Keyin xullas qanaqasiga deyapti. "O'rtoq, podдержка qilmasang bo'lmaydi, shu voqeani tez-tez aytib tashladik, Ovqat bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsani Imona tushuntiryaptimi, sen tushuntiryapsanmi? Ikkalamiz уже bilardim men voqeani. Yo, katta ehtimollik bilan men Imona xarakterini bilaman. Katta ehtimollik bilan qara, bugun sen maftuna bo'lib chiqishing kerak, podдержкаң kerak. Men buni yana xafa qilishdi. Faqat seni xafa qilishaveradi. Indamay ko'ngli og'rib turibdi, indamay. Sen chiqasan dedi. Endi men u bolaga rasm ham, video ham tashlamaganman. Ну, конечно, sen rasming yo'q-ku, to'g'rimi? Yo'q, aytmoqchimanki, Qanaqa qiz ekan чтобы bo'ladi? isbot uchun men bilan yozishyapti degan isbot yo'q-da bolada. Shu, xullas, endi chiqasan dedik. u qiz qanaqa? Tasavvur qilib, bitta qiz. Xo'p. Ha, bizadagi chiroyli qiz, san'at sohasida o'qigan. Xo'p. Shunaqa. Уже ko'rishdinglar, bola bilan plan tushuntirdinglar. Plan tushuntirdik, bo'ldi o'rtoq dedi. Davay dedi u ham. U tekin ovqat esdan chiqmasin. Men aytdim, "Men bu telefon, mana dedim, перепискani och desa, isbot uchun ochasan" dedim. Mana men desa, telefon qilsa senga keladi dedim. Xullas, endi tayyorladik, hamma narsa tayyor bizada. U ham keldi maftunagan. Bola kelbas. Keyin qanisiz deb telefonni biz mashinada orqada daraxt orqasida qarab turibmiz. Mashinada daraxt orqasida do'man bor edi. Shu darajada berkinishgan. Mashinaning orqasi. Daraxtda orqasida Mashina, bitta do'man bor. Biz vaqti Yunusoboddamiz. Noldacha, mana bunaqa. Mamut Simona, Mamut Maftuna ikkilovan cho'tga ko'rinib turibdi. Daraxt, dom, Imona rulda, Maftun, Imona Anu ikkita bor. Yana Imononda chiqib olgan mashina durbin bilan. Imona yigitni qo'yib mashinani qarang olib chiqamiz bu yerdan. Demak faqat bir kishini qorni to'yadi. Yo'q, Plan hali bo'yicha. plan oxirigacha emas, aytmadim-ku sizlarga. Ular bostirib kirib yeb chiqib ketish plani ham bor. Seni Aldadingmi? Mana bu menga yolg'on gapirganing uchun. Mana bu esa meni ko'nglimni og'ritganing uchun. Bu ovqatlar qalbimni kemtikini to'ldira olmaydi. Просто bunga qarasa dugonasi boshqa stollikda o'tiribdi. Это просто левый odam такой.
uzun. Keyingi stolikka borib yeb tashlardi-ku, просто to'yib qollikdan. O'shaning uchun faqat biz tashlaymiz. Restorandagi baliqlar. Tirik baliqlarda. Akvariumda. Voqea qaytamiz. Xo'p, bola keldi, qizga tushuntirdinglar. Bu restoranimizdan boshqa reklama olmay qo'ydi. Sizlar bunaqa qilganlaringizdan keyin. Bola qiz bilan kirib ketdi, sizlar kuzatyapsizlar. Hali kirib ketmadi. Aha, boshimda Ko'rishdi kuzatyapsizlar. ikkalasi. Biz qarab Aha. turibmiz. Endi keyin nimagadir turishibdi. Demak, bolani mashinasi yo'q ekan. Taksi kutishyapti. Keyin men yozyapman. Nima gap desam, o'rta taksi chaqiryapti dedi. Nima gap taksi chaqiryapti? Nima gap restoran bormaydigan bo'ldik? Nima gap uydagilarni uyimga olib keldi? Nima gap to'yim bo'lib kelinglar? Nima gapsiz? Bolali bo'ldim, qo'ymabdim, chiqa olmayman endi. Men Lekin zo'r bo'lardi agarda u bola ham kontur hujum qilib, mana bunaqa kalaskada kelsa edi. Всё, plan o'ldi, tamom. Yo, u bilmadi rostdan ham. Chisti mendan kechirim so'rab, tushuntirish uchun chiqqanda uchrashuvga. U qizni ko'rib asabiylashgan. Menga endi dugonam aytayapti, juda ham asabiy holatda u deyapti. Asabiylashib ketdi meni ko'rib. Bashar chaqirib. Nafas olishlari ham chuqur o'zgarmoqda. Maftun, по-моему, bu asabiylashib. Yana. Maftun, по-моему, bu ozgina asabiylashyapti. Taksi chaqiryapti. Bemor juda asabiy. U juda asabiy. Maftun nimagadir meni bagajga solyapti bo'ldi. Maftun. Maftun nega ssenariydan mayli. Nimadir neto ketyapti. Maftun meni uryapti. Bo'pti, Maftun kerak gaplashamiz, hozir qo'llarim bog'layapti. Maftun kerak telefon qilaman. Restoranga borgandan keyin yozib yubor. Maftun. Biz restoranga ketmaymiz. Yo, birinchi aytibdi, hech qayerga bormayman siz bilan. Maftunani chaqiring debdi. Mamma Maftuna mana deb u ham endi isbotlagan. Bo'lishi mumkin emas deb bola ham asabiylashgan. Tasavvur qilinglar. Bola Maftunani aldagan. Maftuna u bolani aldagan. Bola o'tiribdi. Insof bormi sizlarda? Bit bormi sizlarda? O'shada. Bittasi gaplashib, ikkinchisi chiqadi uchrashuvga. Agar dugonangga ma'qul bo'lsa, sen ham shunaqa qilding-ku degan bo'lardi. Yo, endi Lekin biz unga sizlar- maksimalni alda dedik-da. Finalga Mana yaqinlashib deb qoldik. ishontir dedik. Aha, ular ketyapti. Ishontiryapti, ha. Ular keyin qani taksi chaqirdimi, keldimi desam, ha, Keldi. Matiz keldi, ichida odami ham bor dedi. Endi Matiz kelgan bo'lsa, ichida odami bo'lgan. Yo, prosta Odam bo'lmasa yurmaydi-yu. men taksimi desam, Maftuna shunaqa o'ylaydi. Matiz o'zi odam bo'lmasa ham yuradi o'ylaydi. Xo'p, siz taksimi men dedingiz? aytdim taksimi desam, ha, atay dedi, arzonni chaqirib, ha, bunaqa taksiga chiqmaysiz-ku, siz deb meni atmay qilib qoldirib ketmoqchi deyapti. Maksimalni bunaqa mashinaga chiqmaydi deganda. Lekin dugona ham haqiqiy dugona-da, tako. Bo'pti, ketaveraman. Tomida bo'lsa ham ketaman. Tomida ketaman. Bizlar restoranga ketamiz. Matizni orqa Gapiramayman. Postdan o'tib olaylik. Matizni orqa o'rindig'ida bir xatta baliq ham bor. U nimaga? Bular xavotir olib, haydab kelgan mashinachiga qarayapti, sen ko'rmayapsiz, tepaga qaradi. Mana buni ketyapti. Choy qo'yib Bilan Maftuna qo'shdim. Yo. Bundoq yurib kelsa, bularnikiga sakraydi-da. Maftun. Plan o'zgarmadimi? O'zgarmadi, bo'pti. Yana qaytalar. Voy, xo'p, ketyapti ular. Keyin Mashinaga chiqdi degansiz, ha? Messi chaqirganda shunaqasi bor-ku. Matiz ham vmestimi? Da, spesialno отказ qilsin deb qilganda. Ichkarida odam kelgan, qo'lida nimadir yuki, ipadromdan qaytyapti, qaraysiz, u odam birga o'tirishdi. Instrumentlarni olib ketayotgan ustalar dugona o'tiribdi-da. Qanchalik men o'zi dugonaman bularga. Bular meni hayotimda shunchalik narsa qilgan. Yo, ovqat yermikanman. Da. Ichidan o'tayotgan narsa, ish qilib tekin ovqat bo'larmikin? Shuncha ish bo'ladi. Xo'p, ular mashinaga chiqdi. Keyin mashinaga chiqdi. Sizlar qachon kelasizlar dedi. Sen ozgina o'tirib gaplashdik. Ketdik biz so'mkaga, ostiga chaqirib qoldi. Men bu yerda nevis qilyapman. Xo'p,
Keyin uchrashishgan, o'tirishgan, keyin biza bordik Imona bilan. Yana qanaqadir Birinchi daraxt nikoh orqasida haqida topdinglar. bering. O'sha restoranga, o'sha restoranmi? Yo'q, Yo, biza bundan qimmat. biza o'ynagan restoran emas, undan qimmatrog'iga bordik. Xullas, keyin tezroq kelinglar dedi, vaziyat Meni yomon, bu bo'g'yapti. dedi, tashlab ketmoqchi bo'ldi, shotingiz to'layman, xavotir olmang deb, уже menga qattiq gapiryapti. Anaqa deyapti-da, endi kelinglar tezroq O'sha deyapti. o'yin qilayotganlaringiz Yo, birodar. O'sha bilganda, Yo, o'yin o'yindan o'tib yoqmayapti. chiqyapti, короче, o'zi. Ana sezasizlarmi? Ha. G'ulom qattiqdir yoqib yuborganda 5 minutda gapirib berdi. Ha, o'ziga. Просто Farruh bu yerda qalb yonibdi. Qalb. O'tda qalbi yo'q, ha? Ya, u endi kalson kiygan yigitda qalb qayerda? Yo'q, hozir bular oddiy qabul qilyaptilarmi shunda? Yo'q, biz rosa achinayapmiz. Bu bola yig'layapti ichida. Bu yerda Epik. bu yerda qalb og'rig'i va ideal qasos haqida qani edi shunaqa ssenariylar yozganda? Yo'q, yozmayman. Mana hozir olamiz shu narsani. Xo'p, bordinglar. Bordik, bostirib bordik, Qalaysizlar, uchrashuvlarni buzmadikmi dedik. Uzr, biz shunchaki ovqatlangani keldik dedik. Ofitsiant chaqirdik. Ovqatlar etib tashladik. Ular stoliga o'tiryapsizlar. Uzr, biz Uzr ovqatlangani deb keldik. ularni stoliga o'tirdik ham. Uzr, biz Dirs ko'zga tushganda. Endi men hech narsa bo'lmadim. U bola bilan yozishmaganmanmi? Xayolimda boshqa bola edi. Ну, shunaqa qiladilar. Xo'p, bir-birlarga birinchi marta qaragan paytinglar boyagi bolada nafrat Yigitlar, bilinglar, Ha, siz hamma qaysidir turibdi, qiz bilan biz gaplashayotgan paytingizda uning xayolida boshqa bola bo'lishi mumkin. Endi bunaqa O'shaning parod uchun- qilmasanglar bo'lmaydi. Ha, o'shaning uchun yozishdan oldin Birinchi rasmlaringni tashlayveringlar. Ha, mana Men falonchi. Ishsizman men. Chizi soliqda kredit olayotganda anaqa rasmga tushib jo'natadi-yu yoki nimaga bilaman bu men informatsiyani. gaplashyapman. Xo'sh, biqin bo'ldimi, Hop. biqin? Ha, shu Kirdinglar. yedik, anaqa endi vaholanki bir martada yeyolmaydigan ovqatlar edi. Keyin biz sразу aytdik, saboy bu dedik. Uyda maza qilib o'tirish uchun. Ne, u yoqda davomini ham menimcha bilaman. Siz o'tirdinglarda boyagi bolaga to'g'ri tushuntirdinglar, ovqat zakaz qildinglar, bitta bola chiqib ashulashni boshladi, sizga qaradi. Mani tanlab. Menimcha meni tanladi bu ham. Imonataka. Hal qilaylik. Ha. Keyin ovqatlanmaganimizni saboy qildik, keyin shirinliklar aytdik, ularni ham yeolmadik, saboy qildik. Keyin o'zimiz to'yladik, ketdik. Yo'q, men gapiradigan gaplarni gapirdim, Imona ham juda qattiq gapirdi, ya'ni aytdi, Bu gaplarimiz bizga kerakmi? Prosta o'tib ketib qolyapti. Ana saboy paketlar bilan turib. Tushundingmi? Mana qilib. Imona, tur, ketdi. paket ko'tarib olibmi? Sizda yurak degan narsa yo'q ekan. Mebel bilan Insofsiz odamlar sizga o'yinmi? Yo'q, Imona hali ovqatlanayotgan payt boshlagan. Menga qarasang, ukam o'zi sous to'lmayapti. Shu qilgan ishing to'g'rimi? Shu ishni qilganing to'g'rimi? Ana, frukto asaddan qo'shib bering bizga. u hech nima yemadi bechora bola. Конечно. Yedi-ku. U juda katta narsa yeb qo'yibdi bu bola. Uni xudo bilsa bir haftacha qorni to'q yurganam. atrofda powerlar, ofitsiantlar bilan o'tirishdi. Bu bola menimcha hozir ham birorta bir qizga yozmoqchi bo'lsa, birinchi meni ismim meni bor bo'yi bastim rasmga tushiringlar. Necha pulga tushdi u shot agar? Uchrashuvga ko'k sportivga ketib chiqaman. Finally, nech pulga Necha pulga tushdi shot? 7 milliondan oshiq keldi. 7 million. Bu vez zalga qimmat bu. Tushunishingiz Butun bo'yicha. zal ozgina yigit tomon o'ylab bor-ku. Yo'q, eng qizig'i bu 4-5 yil oldin hozir ham 7 million katta shotda. U restoran o'zi qimmat narsa. Ya 7 millionga sizlar nima? Bir tonna spagetti aytdingizlar, men nima u? 7 Ne, million. ular o'tkazib 7 million berdim, qutuldim, yaxshi uylanmanmi? Bo'lmasa uyim kuyib ketar ekan, bular bir ovqatlanganda 7 millionlik yesa. Ozgina ovqatda powerni sotib olishgan. Powerda o'tiribdi. Men endi bular bilan Ne, zakaz qanaqa qilgan bo'lishi mumkin bular? Zakazni qanaqa qilgan bo'lishi mumkin? Men bundan bir porsam, yo'q 8. Bilmayman. 7 million. Ya, prosta menyuni otganda hammasini olib kelgan bo'ldi. Nima 7 million deb uchalamiz kirib qanotchida 500 dollar tashlab chiqqanmiz. men bu go'shtchi bor-ku. Men to'laganman.
Ha, voy. Esinglardan chiqqan bo'lsa. Men ham ovqatlanganman. Ha. O'zi siz aytib beryapti 3 kishi deb. Islom Men aka demaganman-da, siz. shuning uchun ovqatlanaverganman. Nima? Da, agar men to'laganimda men kamroq yerdim o'sha kuni. Ishoninglar. Xo'p, Men siz- to'lamagan lubbo joyda ko'proq ovqat yeyman. Nimaga uyalasiz? Sportda yutqizuvdim-da, aytib qo'yay. Sport yutqizganingizga uyalasizmi hozir story Yo'q, bo'yicha? men uyalganim mana shu joyda bo'ldi. Ha, mashinasini Yo'q, sizlarga aloqasi yo'q. Mana shu joy 7 millionmi yo qaysi joyda? Yo'q, mana shu 7 million kelgandan keyin uyalish boshlandi menda. Yozgina. Oshirib yubordim. Vijdon. O'ylabsiz, menimcha qaytarib beryapti. Da. Ha. Mashina sen uyga olib bora. Ha, uyga ana ham paketni olib turib kolyaskada. mana qilibmi? Bering opajon, bering. Anaqa Xo'rlanarkanda bizda ham ko'ngil bor. yarmini Ne, to'lasam qaranglar. bo'ladimi? Maftuna 4 yil, 5 yil oldin ham, Ha. bitta reklama kamida $500, $600 turgan. Sizlarda ozgina pul bo'lgan baribir cho'ntakda. Ha. $100, $200 bo'lgandir balkim. Bunga qarab oshirib yuboribmiz degan ozgina 200 Mayli, bizadan. bo'ldimi yo'q bunaqa narsa? Yo'q, endi u yoqda anaqa ham tur, alam degan narsa ham turibdi-da. Qaranglar, ko'ngil qiynalgan, lekin miya vobshim qiynalmaganda. Ya vijdon unaqa og'rimagan, vijdon. Ya, Vijdon manaqa bo'lgan. O'rtacha og'rigan. Tako ana norin ortiqcha bo'ldi-da. Ana ibratli videolarning oxirida endi tushundingmi nima qilganingni? Bo'ldi, ko'rdingmi? Oxirida o'zi berib yuborgan 7 million-da. Yo'q, bermadim. Tasavvur qilyapsan, bular hayotida shunaqangi voqea bo'lyapti-da. Bular syomkaga kelyapti, Imon aka zo'r ssenariy o'ylab topdim. Mana Imon aka qo'sh. qiziq degan. U bola bu yoqda shampulash haqida. Tam prosta qanaqa. u bola pastda yuvishga qoldi restoranda, to'g'rimi? Bilmadim, lekin qolaman dedi. Sizlar ketaveringlar-da, u kuzatib qo'yaman ishlayapti dedi. o'sha yerda hozir. Hozir ham ishlayapti. Idishlar yuvib. Yana 2 haftadan keyin chiqadi. U uzr so'radimi shunda? Da, baribir uzr so'radi, Kechirim. chunki meni ko'rdi. Haqiqiy Maftuna Shot kelgandan keyin sizlar ham bir og'iz so'ramadingizlarmi uzr? Yo'q. Значит, shotni ko'rib siz uyalgansiz, vijdoningiz qiynalgan shundan. Vijdonim qiynal. Yo'q, men bu yoqda ham uyalmovdim. Keyin bir haftadan Ana dugona, 3-dugona ozgina xijolat bo'lgan. Yeyotgan. Yo'q, bilasanmi nima uchun uyalgan? Kekirib o'rganlik. Qo'lan gaz ko'payganda. Shu bekor yomon bo'ldi-da. bu yoqda vijdon qiynaldi, uyalmadim. Da. Vijdon qiynaldi. Da, vijdon qiynaldi. Men bir haftami, 2 haftadan keyin o'sha kafega, restoranga bordim. Borsam rosa ofitsiant. Реально, вот реально. Реально ofitsiant. Hozirgacha O'sha yerda uyaldim mana. Hozirgacha ishlayapti. U ham mana shu istoriyani hozir kuxnyada aytib beradi kimgadir. Chef povur, bu yerga qanaqa kelib qolgansiz? Bu yerga kelishim ajoyib voqea bilan bog'liq. Anaqa ishdan ketayotganda rahbar kelib turib, "Ama gapiradi. Hozir videoda chiqib ketdi, ko'rmadinglarmi?" Men endi Nima zakas qildingizlar? Ozgina qo'yib, Qiziqda. Ko'p narsa menimcha. Foagra. Tovuqning Lekin- suyuq oyoqchalaridanmi? Yo'q, ko'p emas. U prosta mana bitta Qimmat savat joy. desam 500 ming, 600 ming turadigan joy edi prosta. Borib deydinglar maza qilib. Da. Men ana endi O'sha tushunyapman. maza qilib yuvdik. Men ana endi tushunyapman. Tarelishni so'zini ma'nosini. Tarelka. Taxminan shunaqa bo'ladi ham sxema. Anu bolani orzulari yo'q. Aytgancha menga endi savollar paydo bo'lib qoldi. Buni pulini to'lishi Yo'qmi kerakmi, savol? yo'qmi? Prosta hech kim yeyman, men yedim-da. Savol yo'qmi? Manimcha chiqqanimizdan keyin shotni beradi hozir bu ishimizga. Qarang, savol bo'lsa ayting. Ha. Bir hafta, 2 haftadan keyin keldingizlar. Ha, Bir hafta, bir keldik. hafta. Bir hafta, 2 haftadan keyin keldingizlar. Aniq muddat yo'q, ish qilib Ha. keldik. U ofitsiant, lekin bizani ofitsiantimiz emas. Ha. Ну, ofitsiant edi. Sizlarda savoy afsan bor. Ozod aka, u to'xtamaydi bu istoriya. Dalishi bo'lishga turadi. Keyin mana. Yo'q, to'xta. Mana bir haftadan Kemada ketyapmiz. Bundoq. Bunaqa ketyapmiz. Palubada u anaqa Shu. turvolchi. Ha, keyin cho'kdi. Da, keyin bir kun yaqinda mashinam yuvgani borsa, moykada ishlayapti. Keyin yangi vodka bordim, misterib yuribdi. Kafil qilgan usta chaqiruvdik, o'sha keldi. Bizlarchi ko'taribdi, kafilchilar ko'proq pul oladi. Qarang, Bo'ldi masalan, shu. adashib boshqa bola bilan gaplashib qo'yganlarga maslahat deysiz. Menimcha bunaqalar yo'q.
bilmadim. Maslahat berardim. Nomeringlarni bermanglar. Men boshida to'g'ri o'ylaganman. Gulroz Qarsagilar Maftuna, kattakon rahmat. Nomer umuman berilmasin bo'ldi. Rahmat kattakon, вообще. Молодец, rahmat. Ajoyib, Rahmat. ajoyib istoriya.